Leksiyelerimizi başlaymayız hürmetli vatandaş. Vay. Hadi leksiyemizin devamını devamlaştırımız hürmetli vatandaş. Endilikte 3. leksiyemiz. Bugünkü islaha bastım bu hata mı kör olaya? Bazı da unutup kalma vatandaşım kanapkana besiptime. Bugünkü islaha 2021 yıl 6. ayının 11. günü. Endiki mavzumunda hürmetli vatandaş. Amerika armiyası yetip geldi. Govingoy qattiq material paş qildi. Mavzulu xabar 6. ayının 10. günü erken maliyet orbiti ilan qilindi. Xabar mundaq başladı. Amerikada partiya guruhlardan alqıgan devlet meclisi azaları tuyuqsizla Amerikanın C-17 belgilik harbiy aeroplanı olturup Tayvan Sunshan aerodromu kondu. Dünyanın dikkatini tarttı. Govingoy material paş qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika armiyasi hamda Tayvanda turg'izildi. Uning kaynidilla avamatkala Tayvan harbiy portlig'i kirib keldi. Hamda Tayvanga raketa qurollardan mudofaa qilish sistemasi o'rinlashtirildi. Amerika yana Tayvan amaliyotni mustaqil davlat deb jakarlaydi. Çünkü Kompartiyasi hokimiyati larziga keldi. Mushu jumla bir oqibati vatandoshim. Tekrar cuma Amerika yana Tayvan amaliyotni mustaqil davlat deb jakarlaydi. Çünkü Kompartiyasi hokimiyati larziga keldi. Govingoy 8. günü film ishlab mundaq ko'rsatdi. 6. ayning 8. gün. Men 2018 yılı Amerika Tayvanga kirdi. Arkadilla Amerika armiyasi yana nurg'un harakatlarni qildi. Amerika armiyasi Tayvanning atrofiga tezlik bilan o'rinlashtirildi. Tayvanga kiribla qolmay Amerikaning avtomatkillari Tayvan portiga kirdi degan edim. Govingoy mundaq ko'rsatdi. Amerika armiyasi Tayvanga kiribla qolmay Amerika eng oxirida Tayvanning amaliyotda mustaqil davlat ekanligini jakarlaydi. Bundaqda Amerika davlat axloqi bo'yicha ish qilgan bo'ladi. Amerika Tayvanning mustaqil davlat ekanligini jakarlab bo'lib, zo'r harbiy qo'shin avatib Tayvanni qo'g'daydi. Amerika bu davlat, ulug' davlat Amerikadir. Tayvan xalqini qutuldirib qoladi, undash. Amerika bu davlat, ulug' Amerikadir. Undash. Tayvan xalqini qutuldirib qoladi. Biz bu bir kunning yetib kelishini taqozolik bilan kutimiz va kutgan edik, deydi Govingoy. Biz buning uchun tirishchanlik ko'rsatamiz. Tayvanni qo'g'daymiz, Tayvanni suyamiz, deydi Govingoy. O'tgan yili Jungoning aloqador gazeti Yer shari vaqt gazeti maqola e'lon qilib, agar Amerika harbiy aeroplanlari Tayvanga kelib tushadigan ish bo'lsa, Tayvan bo'g'izida shu hamon urush portlaydi degan edi. Lekin bu qatam senatorlar harbiy to'shig'icha aeroplan bilan Tayvanga kelgandan keyin Jungo jim turib oldi ya. Jungo Tayvanga hujum qilaman degan emasmidi? Hujum qilmamsan hamda. Hujum qilg'uchi, hujum qilchu, hujum qilmamsan hamda. Qayt takrorlabdi Govingoy, ya. Amerika va armiyasi aeroplanı bemalol uchib kirdi Tayvanga. Qani,
uruş kılmam sen emdi. Amerika'nın ava batkısı Tayvan'a derhal yetip geldi. Japonya Tayvan'a raket adım müdafaa kürüş sistemi orlaştırdı. NMB CMI menen sözlügellerim esinlerde bolsa radyo ve televizya körgüçüler anlıqçılar deydi Govingoy. Govingoy mundaq ta'kidledi. Jungo mustabidleri yalqon içinde küyüp külge aylanıdı. İşte aldığımızda qarab turaylı. Bir neçe haftadan keyin sizlar hammani bilib qolasizlar deydi Govingoy. Shu kunlarni ko'rishga hammamiz Alloh nasib qilsin vatandoshlarım. Hammamiz aman bo'laylik, millatimiz Uyg'ur aman bo'lsin. Aman bo'lsin, millatimiz Uyg'ur aman bo'lsin, vatanimiz, davlatimiz Uyg'uriston.